Imom al-Buxoriy buyuk hadisshunos va olim bo'lgan. Uning Sahihul Buxoriy kitobi hozirgi asrga qadar yetib kelgan. Bu kitobda Buxoriy eng sahih hadislarni to'plagan. Shu o'rinda hadis so'ziga ta'rif bersam, hadis deb Nabiy alayhissalomning aytgan so'zlari, qilgan ishlari, taqrir yoki xalqiy sifatlari, xulqiy sifatlari va hayotlari haqidagi ma'lumotlarga deb aytiladi. Shuningdek, Imom al-Buxoriy roviylar to'g'risida ham alohida Tarixul Kabir nomli kitobni ham yozgan. Roviy so'ziga izoh bersam, roviy so'zining ma'nosi rivoyat qiluvchi, hikoya qiluvchi demakdir. Roviylar orqali hadislar avloddan avlodga o'tgan va saqlangan. Hadislarni o'zidan oldingilaridan eshitib, ularni keyingi avlodlarga yetkazgan kishilar roviy deb ataladi. Bu videomda men sizlarga Imom Buxoriyning hadislaridan bir nechtasini keltirib o'taman. Albatta, videomizni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Qani boshladik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Sadaqa gunohlarga kaforat bo'ladi, yomonlikni o'chiradi. Sadaqa faqat mol-dunyo bilan bo'lmaydi. Shirin so'z ham sadaqadir. Birodaringga tabassum qilish ham sadaqadir. Qo'shnidan hol-ahvol so'rash ham sadaqadir. Tushkunlikdagi kishini xursand qiladigan xabar aytish ham sadaqadir. Bemorni ko'nglini ko'tarish sadaqadir. Ko'zi ojizga yo'l ko'rsatib yuborish ham ko'z ne'mati uchun sadaqadir. Silai rahim, bemorni yo'qlash, yetimlarga mehribonlik qilish, bularning barchasi Allohning izni bilan taroziga yaxshilik bo'lib yoziladigan sadaqadir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam musulmonga biror musibat yetsa, Alloh uning gunohlarini o'chiradi, hatto tikan kirsa ham deganlar. Sabrning turlari mavjud. Masalan, masiyatdagi sabr bizning masiyatlardan tiyilishimiz uchun qilinadigan sabrimizdir. Man etilganlardan o'zimizni tiyishdagi sabr, ne'mat berilgandagi sabr, boshqalarga ozor berishdan tiyilishdagi sabr, toatdagi sabr va musibatdagi sabrdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Gunoh qilmagan, qarindoshlik aloqalarini uzmagan odam duo qilsa, Alloh unga 3 narsadan birini beradi. Yo so'raganini bu dunyodayoq beradi, yoki oxiratga olib qo'yadi, yo bermaganini evaziga yomonliklardan himoya qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'rashibdi: Duoni qaysi payt qilgan yaxshi? Har bir farz namozdan keyin, yomg'ir yog'ayotganda, namoz bilan iqomani o'rtasida, bemorlik paytida duo qiling. Tunning 3dan biri qolganida duo qiling. Bu vaqtda Alloh taolo dunyo osmoniga tushib, istig'for aytuvchi bormi? Uni kechiraman. So'ruvchi bormi? So'raganini beraman derdi. Bugungi shu ma'lumotlar. Kanalimizni kuzatishda davom eting.